Minecraft haqida 25 ta fakt. Salom do'stlar, Xfact kanaliga xush kelibsiz. Bugun siz bilan Minecraft haqida eng qiziqarli 25 ta faktni ko'rib chiqamiz. Ishonchim komilki, ba'zilari sizni hayratda qoldiradi. Videoni oxirigacha tomosha qiling va qaysi fakt sizga eng ko'p yoqqanini izohlarda yozib qoldiring. Keling, boshladik. Minecraft 2009-yilda Marcus Persson tomonidan yaratilgan. 2011-yilda rasmiy chiqarilgan va tez orada dunyoning eng mashhur o'yinlaridan biriga aylandi. Minecraft tarixdagi eng ko'p sotilgan o'yin bo'lib, 300 milliondan ortiq nusxasi sotilgan. Microsoft Mojangni 2014-yilda 2,5 milliard dollarga sotib olgan. Minecraft nomi mine qazish va craft yaratish so'zlaridan kelib chiqqan. Ender Dragon o'yin ichidagi eng kuchli bosslardan biri hisoblanadi. Dastlabki versiyada atigi 4 turdagi blok mavjud edi: tuproq, tosh, yog'och va barglar. Minecraft kodida oxir tovug'i deb nomlangan yashirin mod mavjud, ammo u hech qachon o'yinga qo'shilmagan. Kompas ishlash uchun dunyo markazini emas, balki tug'ilgan joyingizni ko'rsatadi. To'tiqushlar musiqa disklari o'ynatilganda raqsga tushadi. Gastlarning ovozi Mojang xodimining mushugi tasodifdan chiqarib yuborgan tovushdan olingan. Piglin Brut oddiy piglindan kuchliroq va uning hech qanday usul bilan do'st qilish mumkin emas. Shulkerlar otgan o'q sizni havoga uchirib yuboradi va bu yiqilishdan zarar olishingizga sabab bo'ladi. Toast nomli quyon Mojang tomonidan o'yinchilar minnatdorchilik sifatida qo'shgan maxsus skinli quyondir. Silverfishlar tosh bloklari ichida yashirinib, uni sindirganingizda hujum qiladi. Ba'zida Minecraft menyusida Minecraft deb noto'g'ri yozilgan holatda chiqishi mumkin. Herobrine hech qanday haqiqiy o'yin qismi bo'lmagan. Bu shunchaki afsona. J pastki chiziqcha deb nomlangan qo'y ranglarini doimiy o'zgartirib turadi. Glowing Obsidian faqat eski Pocket Edition versiyalarida mavjud bo'lgan noyob blokdir. Ko'mir aslida kodda briket sifatida tasvirlangan, lekin tosh shaklida ko'rinadi. Minecraft 2020-yilda YouTube'da eng mashhur o'yin deb tan olingan. Ba'zi speedrunnerlar Ender Dragon'ni atigi 9 daqiqadan kamroq vaqt ichida yenga oladi. Minecraft Earth IR texnologiyasiga asoslangan mobil versiya edi, ammo 2021-yilda yopilgan. Minecraft Education Edition maktablarda dasturlash va muhandislikni o'rgatish uchun ishlatiladi. Marcus Persson Mojangni tark etgandan so'ng o'yinga katta yangilanishlar kiritmagan. Shu bilan bugungi video yakuniga yetdi. Sizga qaysi fakt eng qiziq tuyuldi? Izohlarda fikringizni qoldiring, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Yangi videolarda ko'rishguncha